Ayollar qalbi qanday zabt etiladi? Ayolning qalbini faqatgina mard odamlar zabt eta oladi. Hech bir gap eshitganmiz. Endi mana ko'pchilik yo'q, unaqa deydi-yu, lekin shu gap bor-da xalqda ichida. Erkakning xiyonati kechiriladi, ayolga kechirilmaydi deydi. Hech sababini o'ylab ko'rganmizmi? Chunki ayol badani bilan xiyonat qilish uchun qalbini baxshida qilish kerak. Ya'ni ayol qalbi bilan xiyonat qiladi. Qalban o'zinikiga, tam mahramiga tegishli bo'lmay, boshqaga qalbini berib qo'ysagina xiyonat qiladi. Shuning uchun ayolniki kechirilmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, har narsada oilada ham, boshqada ham mas'uliyat erkaknikidir. Qur'onda aytilgan. Ayolni erkak tarbiya qiladi. Ayoldan vaqti kelib zulm ko'rsa, hayotinizdan chiqarayotgan bo'lsa, boshida qilgan xatosini badalini to'layapti erkak. Ayolning qalbi shunday narsaki, ayol hamisha boshini qo'yadigan bir yelka istaydi. Ayol hamisha erkakdan samimiy muhabbat istaydi. Ayol hamisha samimiyat istaydi. Xatolari bo'lsa ham, uni xatolarini aytadigan emas. Ming xatolari bo'lsa ham, baribir sen boshqachasan-da degan gap istaydi. Ayol hayotdan to'yib ketishi mumkin. Kambag'alchilikdan to'yib ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin erkakda shunda hali uylanasiz inshaalloh. Hayotingizda qiyin paytlarda ayollar o'z kuchi bo'ladi, erkak odam tez taslim bo'lib qoladi. Lekin ayol ham gohida shu taslim bo'ladigan paytda shundoq ayolingizning ikki qo'lidan shundoq ushlaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham men sen taqdirimda sen borligidan xursandman. Yaxshi hamki sen borsan. Qalbim egasisan sen deb ayting. Tamom. Ayol qayta dunyoga kelganda kuchga ega bo'ladi va sizni ham ko'taradi kerak bo'lsa. O'sha tushkunlikdan chiqib ketadi. Lekin ayolning qalbi bilan o'ynashmaslik kerak. Yani durust bo'ling, samimiy bo'ling. Xatoingizni ham to'g'ri ayting. Ayol kechiradi. Yani aldamang, to'g'risini ayting. Xatoingizni ham to'g'risini ayting. Ayol kechiradi. Mana ko'p hozir bizda ajralish ko'payib ketyapti. Sababi bilasizmi nima? Sababi bizni bolalarimiz bir narsani unutib qo'yapti-da. Ayol kishi oilada eri bo'lgani uchungina hurmat qiladi. Lekin faqat shu uchungina hurmat qilsa, u zaif oila bo'ladi. Qachonki ayol kishi erini shaxs sifatida hurmat qilsa, u mustahkam oila bo'ladi. Ayolni qalbini bir shaklda zabt etish mumkin. Lekin bu zabt etilgan qal'ani tutib turish, uni boshqarish oson emas. U mehnat talab qiladi. U mehr talab qiladi. Oqibat talab qiladi. Fidoilik talab qiladi.